Dunyoning eng mashhur futbolchilaridan biri Cristiano Ronaldo atrofidagi mojaroga ko'zingiz tushgan bo'lsa kerak. Portugaliyalik yulduz Saudiyaga borgandan beri birorta sovrin yutgani yo'q va bunda Saudiya hukumati qoshidagi fondni aybdor deb hisoblayotgan ekan. Uning fikricha, fond Al-Hilolga ko'proq e'tibor bermoqda. Oqibatda An-Nasr sovrinsiz qolib ketyapti. Rolikda bu zimdan davom etayotgan mojaro haqida gaplashamiz. Videoga like bosib, izohlarda o'z fikringizni qoldirsangiz, rolikni imkon qadar ko'proq odam tomosha qiladi. Nima ham derdik, YouTube algoritmlari shunaqa. $4 millionga yaqin obunachilarimizning hammasi ham futbolga qiziqmasligini hisobga olib, muammoni tushuntirishni sal oldinroqdan boshlaymiz. Demak, ajoyib kunlarning birida dunyoga ochilishni istayotgan Saudiya Arabistoni kattalari futbol orqali butun dunyo e'tiborini o'zimizga qaratamiz deb qaror qilishdi. Tabiiyki 4-5 yil oldingi Saudiya chempionati o'yinlarini arablar ham xushlamay tomosha qilishardi. Chunki chempionat saviyasi hamin qadar edi. Shunda Saudiya kattalari chempionatni tomoshabob qilish uchun pul sochishni boshlashdi. Mega loyiha markazidagi shaxs sifatida Cristiano Ronaldoni tanlashdi. 2022-yil noyabrda MUdan mojaroli tarzda ketgan Ronaldoni Amerika klublari o'ziga jalb qilayotgandi. Lekin arablar uni elib ketishdi. Cho'qintirgan ota asari qahramonining ta'biri bilan aytganda, arablar Ronaldoga shunchalik katta pul taklif qilishdiki, u rad eta olmadi. An-Nasr Ronaldo klub bilan shartnoma imzolaganining o'zi uchun 100 million yevro bonus to'ladi. Futbolchiga yiliga 100 million yevro maosh, yana 100 million yevrolik reklama shartnomasi taklif qilindi. O'tgan yil esa shartnomasini uzaytirgan futbolchining maoshi reklama kelishuvlarisiz 200 million yevroga yetkazildi. Shu tariqa 2022-yil 30-dekabr kuni Messi Jahon Kubogini yutgandan 2 hafta o'tib, Ronaldo An-Nasr bilan shartnoma imzolaydi. Unga barcha pul va bonuslardan tashqari, o'sha paytda klubning o'zbekistonlik legioneri Jaloliddin Masharipovga tegishli bo'lgan 7-raqamni ham berishadi. Ronaldoning transferi dunyo futbolida yangi inqilobni boshlab beradi. Yevropa top klublarida o'ynayotgan top yulduzlar Saudiya chempionatiga ko'chib o'tishni boshlaydi. Oltin to'p sohibi Benzema Al-Ittihadga, Neymar Al-Hilolga o'tadi. Saudiya klublari yuzlab katta transferlarni amalga oshiradi. Yevropada o'ynayotgan futbolchilarga shunaqa katta pullar taklif qilishadiki, ko'hna qit'a klublari maosh borasida raqobat qilishi imkonsiz edi. Arablar pulni oldi orqasiga qaramay sovura boshlaydi. Masalan, Al-Hiloldagi 2 yil davomida bittagina gol urgan Neymar 300 million, ba'zi nashrlarga ko'ra 400 million yevro maosh olgan. 2 yilni jarohat sabab lazaretda o'tkazgan futbolchi Hilolning har bir g'alabasidan 80 ming yevro, Instagramdagi har bir postidan 500 ming yevro bonus olgan. Yetmaganiga unga shaxsiy samolyot va dang'illama uy berishadi. Hatto Saudiya qonunlariga zid bo'lsa ham, rasman xotini bo'lmagan ayol bilan yashashiga ham ruxsat berishadi. Odatda arab chempionatlariga yoshi o'tgan futbolchilar pul ishlash uchun borardi. Lekin maosh kattaligi uchun endi yosh yigitlar ham uyalmay Saudiya klublariga yo'l olishdi. Ronaldo markazida bo'lgan loyiha o'zini oqlashni boshlaydi. Butun dunyo Saudiya chempionatini kuzatadi. Sayyohlar yulduzlarning o'yinini tomosha qilish uchun Saudiyaga boradigan bo'lishadi. Loyihaning asosiy homiysi Saudiya Arabistoni suveren fondi edi. Dunyodagi eng yirik fondlardan biri bo'lgan bu fond rahbari Saudiyaning amaldagi rahbari, valiahd shahzoda Muhammad ibn Salmon. Fondning umumiy kapitali $1 trillion atrofida. Demak, yuqoridagi mega loyihaning asosiy tashabbuskori sifatida fond chempionatdagi 4 klub Al-Hilol, An-Nasr, Al-Ittihad va Al-Ahlini moliyalashtiradi. Qolgan klublar ham qaysidir davlat korxonasidan pul oladi. Saudiya neftdan mustaqil davlat bo'lishni istaydi. Bu borada bir burda qo'shnisi Birlashgan Arab Amirliklari turizm sohasida qilayotgan fantastik ishlariga chinakamiga havas qiladi. Va futbol Saudiyani dunyoga ochishi kerak bo'lgan sohalardan biri bo'lishi kerak deb hisoblaydi. Bir so'z bilan aytganda, futbol bo'yicha Saudiya Arabistoni chempionati mamlakat uchun strategik muhim mega loyihaga aylanadi.
Ana shu $1 trillion yaqin puli bor fond Saudiyaning 4 yirik klubiga katta pullar berib, endi chempionlik uchun kurashinglar dedi. Mega loyiha ishga tushgandan keyin 3 ta chempionatda 2 marta Benzema boshchiligidagi Al-Ittihod, 1 marta Saudiya futboli bayroqdori Al-Hilol chempion bo'ldi. Ronaldo biror marta chempion bo'la olmadi. Kubok ham yutmadi. Yetmaganiga Afrikadagi oxirgi o'zgarishlar sabab An-Nasr Elit Osiyo Chempionlar Ligasida emas, Xitoyning 2-darajali musobaqasida qatnashadigan bo'ldi. Ronaldo Saudiyaga borgandan beri sovrin yutmagani haqida savollarga xotirjam javob berdi. Men sovrin yutish uchun o'lib tirilayotganim yo'q, qabilda gapirdi. Lekin yuragining tubida baribir alami qolgan ekan. Bir necha kun oldin Portugaliyalik yulduz An-Nasr mashg'ulotlariga boykot qildi. Chempionat doirasidagi bir o'yinni o'tkazib yubordi. Al-Ittihodga qarshi o'yinda ham qatnashmasligi aytilmoqda. Bir qator jiddiy nashrlarning yozishicha, Ronaldo fond An-Nasrdan ko'ra Al-Hilolga ko'proq e'tibor berayotganidan norozi ekan. Hozir futbolchi fond rahbarlaridan An-Nasrga nisbatan qarashni o'zgartirishni talab qilayotgan ekan. Boykot boshlash orqali Ronaldo Karim Benzema Al-Ittihoddan Al-Hilolga o'tishini to'xtatmoqchi bo'lgani aytildi. Lekin bu transfer baribir amalga oshdi. Karim Hilolga o'tib, birinchi o'yindayoq 3 ta gol urishga erishdi. Hozir Cristiano Ronaldo atrofidagi mojaro aslida Saudiya futbolidagi muammoni ochib berdi. Katta pul to'kish orqali dunyo futboli markaziga aylanishni orzu qilgan saudlar bir narsani esdan chiqarib qo'yishdi. Sportni, xususan futbolni boshqarib bo'lmaydi. Futbol qachonki sport prinsiplari ustun bo'lgandagina qiziqarli, tomoshabob va foyda keltiradigan bo'ladi. Masalan, Angliya chempionati translyatsiyasi huquqi boshqa Yevropa ligalariga qaraganda bir necha baravar qimmatga sotiladi. Chunki Premier Ligada futbol bor, raqobat bor, sport prinsiplari birinchi o'rinda turadi. Angliyada hozir Artetaning Arsenali deyarli chempionlikni hal qilgandek ko'rinyapti, lekin ishoning hech narsa hal bo'lmagan. Michael Carrick MUni chempion qilishi, Emery'ning Aston Villasi sensatsiya qilishi, Guardiola va Husanov Cityni ingliz futboli taxtiga qaytarishi mumkin. Saudlar futbol uchun katta pul to'kishdi, lekin ularning chempionatini kuzatadiganlar faqat transferlarni, qaysi mashhur qayerga o'tishini muhokama qilishadi. Bu futbolda notabiiylik bor, samimiylik yo'q, sport prinsiplari yo'q. Kambag'al 7-divizion vakili boy yuqori divizion vakilini mag'lub etishi yo'q. Lesterlar, Vardilar tushgacha burgerxonada ishlab, tushdan keyin quyi divizion jamoasida o'ynaydigan qonunda futbol o'quvchi yigitlar yo'q. Bir so'z bilan aytganda, intriga yo'q. Faqat pul bor, juda katta pul. Pul bo'lganda ham mehnat bilan ishlab topilgan, foyda keltiradigan, bittalab yig'ilgan pul emas. Tayyor, yer ostidagi boylik savdosidan kelgan pul. Hozir Saudiya chempionatida har qancha katta yulduzlar bo'lmasin, ular bizga havas qilsa arziydi. Chunki bizning chempionatda intriga o'zgacha. Ko'p klublar kuchaygan, har yili o'nlab yosh yigitlar porlab chiqadi. Bizdagi muhokamalar ham futbolchi. Masalan, hozir Dinamo muxlislari Abramov maydon markazidagi yo'qotishlarni qanday to'ldirishini muhokama qilmoqda. O'tgan mavsum Jahongir Abdusalomov, Dmitriy Plitnyov va Ratinyo markazda ajoyib uchburchak tandem yaratishgandi. Plitnyovni bunyodkor, Ratinyoni neftchi ilib ketdi. Endi Jahongir Abdusalomov yangi sheriklariga qanday moslasharkan? Shu hozir Samarqandlik muxlislar xayolida. Paxtakor muxlislari Alijonov qolganidan, So'g'diyona muxlislari Doriyevni neftchi olib ketmaganidan, Surxon muxlislari Behruz Karimov degan bolakay borgan sari kuchayotgandan xursand. Какой удар, какой гол, ничего! Игроки Сухана, как зовут? Ana shunaqa gaplar bizning shubhasiz tomoshabob futbolimizda. Ronaldo o'ynayotgan liga esa xuddi Dallas serialiga o'xshaydi. Intrigaga boy, lekin sportga aloqasi bo'lmagan intrigaga. Aytgancha, bu yil O'zbekiston chempionati ertaroq, 27-fevralda boshlanadi. Birinchi turning markaziy o'yini Samarqandda. Dinamo qishning oxirgi kunida navbahorni qabul qiladi. Maslahatim, jonli futbol ko'rishni istasangiz, Osiyoning eng yaxshi ligalaridan biri O'zbekiston Superligasi o'yinlarini tomosha qiling. Bizdagi intrigalar haqiqiy sportga xos, seriallarga emas.